Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Qashqar viloyati Konishar noyisining O'g'usoq bozorida Xitoyning Guangdong o'lkasi bilan Guangdong va Makao alohida rayonlarini ta'minlaydigan ko'ktat bozori qurilgan. Xitoy xabarlar to'rining xabariga qaraganda, Qashqar Konishar noyisining O'g'usoq bozorida Guangdong, Hong Kong, Makao cho'ng qo'ltig'ini ta'minlaydigan tunji ko'ktat bozori qurilgan bo'lib, hozir bu yerdagi 1400 dan ortiq parnikda o'stiriladigan ko'kmush, sho'xlar, kallak yesvilak qatorliq turli ko'ktatlar 48 soat ichida oldi bilan Guangdong o'lkasiga, ondan Hong Kong va Makaoga to'shilib bo'ladi ekan. Uyg'ur tadqiqot markazining tonishtirishi bilan 12 aprel kuni Indoneziyaning Medan shahridagi Muslim Nusantara Al-Washliyah universitetida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi to'g'risida doklad berish yig'ini o'tkazilgan. Yig'indagi nuqtaliq so'zligichilar mazkur universitetning mudiri professor Hardi Molyoni so'rbaxdi. Al-Washliyah jamoatining raisi doktor Maysig'urul Kihamis apandi va Malayziya Abin Islom yoshlar tashkilotining muavin raisi Xariyul Anvar apandi bo'lib, mazkur universitetning mudir qilgan so'zida Uyg'urlarga qaratgan zulmni yengiltishning o'zlarining vazifasi ekanligini ta'kidlagan. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Xitayni zo'r uchurlarni o'rtoqlashishga chaqirdi va Xitoyda COVID-19 kelish manbasini tushunishning oshko'cha borlig'ini o'tirg'a qo'ydi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus Xitoyni koronavirusning kelib chiqish to'g'risidagi uchurlarni o'rtoqlashishga chaqirdi. Tedros bo'lmasa barliq farazlarning ustalda qoladiganligini ta'kidlab, Xitoy ega bo'lgan barliq uchurlarga to'liq ishonmay turib, undaq yoki mundaq deyamaymiz dedi. Telegraf uskullaridan keyin Amerika hozir Xitoydan kelgan kirallarni cheklashga tayyorlik qilmoqda. Aloqador tarmoqlar zamonaviy senzorli kirallarning jasusligi ishlatilishidan ansiraydi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi port kranlarining 80% Xitoydagi Shanxay Jinhua ig'ir sanoati tarafidan ishlab chiqarilgan. Amerika doiralari Xitoyda yasalgan ilg'or kranlarga o'rnatilgan kamera va senzorlarning Xitoy organlariga sezgur uchurlarni yetkazishda ishlatilishidan andish qiladi ekan. Oshkorlangan Amerika axborot hujjatida ko'rsatilishicha, Tayvan Xitoyning havo hujumiga taqobil turishda yetarli iqtidorga ega emas bo'lib, Beijingning yangi taktikasi sababidan Washingtonning uni nazorat qilishi tas ekan. Fransiya axborot agentligining xabariga qaraganda, Amerika amaldori Tayvanning havo mudofaasining boshqariladigan bombani to'g'ri iz qo'g'lab, tez inkas qaytarmasligidan ansiraydi ekan. Yevropa Avasiya shirkati Airbus Xitoyning Sharqi dengiz qirg'og'idagi Jiangsuda tadqiqot o'rni qurib, hidrogen va boshqa yiqilg'ularni tadqiq qiladi ekan. Shirkat e'lon qilgan bayonotida Yangzi daryosi deltasining Suju shahrida qurilgan bu aslahaning ilg'or hidrogen ul aslahalari va Avasiya sanoati ta'minlash zanjiridan foydalanib, bu sohadagi tadqiqotga ahamiyat beradiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu markaz yasimichilik, hidrogen ul aslahalari, kabinka tajribasi va yangi texnikalarda yangilik yaratish sohasida tadqiqot olib boradi ekan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Xiaofo ikki davlatning harbiy sohadagi hamkorligini muzokara qildi. Kreml sarayining yozma bayonotida Putinning poytaxti Moskvada Li'ni qabul qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Putin Rossiya bilan Xitoyning harbiy sohadagi bu hamkorlikdan rozi ekanligini bildirgan.